Hammaga assalomu alaykum. Sizlar bilan Mamatov Yorbek. В общем, bitta qiziqarli holatda shu kriptovalyutaga oidli. Nega referal bor joydan qochmaysizlar? Chunki birjada referal bor. Любой token'da приложениесida referal bor. Masalan, siz olyapsiz, sizdan oldin olgan odam sotyapti. Bu ham bitta referal. Faqat nakopleniyasi bilan boshqa holati bilan sal farqlanadi. Kredit bo'yicha ham referal bor, nega qochmaymiz? Любой bitta produktani, masalan, olaylik cashback. Любой bitta торговый center. Mizerni cashback beradi. Buni ham bitta referal deb olamiz. Nega MLM biznes turida referal programma senga yordam beradi? Sen taklif qilganda yo boyagi ishga yo'naltirsang unga yordam beradi degan mazmunda emas, odam qo'shish mazmunida sетевой marketing turiga qiziqasizlar. В общем, o'rtoqlar qaranglar, bundan buyog'iga referal любой narsada bo'ladi. Даже mehmonga chaqirishga ham referal bo'lib qolmasa ajab emas. Chunki har xil, masalan, zavideniyalar bo'lib ketyapti. Ikkita odam taklif qilsang, 3% senga cashback. Bu ham referal. В общем, qaranglar, referal programmadan qochmanglar. Referal programma sizga, sizning atrofingizga yordam beradigan tizim. Faqat MLM biznes yo'nalishidagi, sетевой marketing yo'nalishidagi referal bu konkretni sizga, sizdan keyingi odamga yordam beradigan ish turi. В общем, hammaga sog'lik, salomatlik. Gapim mazmunni cho'tga chaqib olinglar. В общем, endi pul ishlash kerak. O'zingiz emas. Hammaga xayr.